Okey, eshitdinglarmi? Index Toshkent bozorida juda ham katta yarmarka bo'lib o'tgan ekanda. 15-16 avgust kuni bo'lib o'tadi. Mashinalarga borib, liboy narsani topsanglar bo'ladi. Avtozapchasmi, misol uchun aksesuarmi, kuzovmi, akkumulyator, balon, hamma narsa bor ekanda. Bu kunni lekin o'tkazib olish kerak emas. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz, hozir men sizlarga narx-navolarni ko'rsaman. Ketdik. Sharvil do'koniga kirdim. Gentrani preferensiali apornisi o'zi 900 ming sotishgan ekan. 650 mingga beraveramiz deyapti. Gentra okeli radiator o'zi 700 mingdan oshiq sotilgan ekan. 600 ming so'mdan beraveramiz deyapti. Yana ko'p zapchastlar bor akalarimizda. Masafa balon ham bor ekan. Balon do'konga kirdik. Assortimenti juda ham ko'p. Eng arzon balonlar 400 ming so'mdan boshlanyapti okeli. Shikolat narx qo'yishgan, bemalol kelaverasizlar. Lekin qaranglar, tovarlarni optim olib kelib qo'yishganda. Okeli 15-16 avgust kuni o'tkazib yubormanglar. Faqatgina mana shu 2 kunning ichida shunaqa arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Bu videoni mana shunaqa zapchastlar, aksesuarlar qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib qo'yinglar.